Lekin aka katta ishqibozlari, xonadonlar, uydagilar, billah hamma yaxshimi? Allohimga hamd sanolar, shukronlar olsun. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga durud salomlar olsun. Mana shunchalik choyxonamiz ochildi, yangi choyxonamiz hamma kelib maza qilyapti omma. Omadini bersin o'rtog'imiz, tanjoni sog' bo'lsin. Nima niyat qilishganmiz, Alloh taolo niyatlariga yetsin. Qazilar osib qo'yishgan qazilar. Mana ukaxonimiz shunchalik obod bo'lib choyxonalar yurgizyapti. Alloh rozi bo'lsin ukamizdan. Omadini bersin. Mana endi hozir o'tovlarga kiramiz. O'tovlarni ham bir ko'rib chiqamiz inshaalloh. Mana endi o'tovlarga kiryapmiz inshaalloh. Bismillahirrohmanirrohim. Mana o'tovga ham kirdik. Xudo xolasa o'tovlarni ham bir ko'rasizlar inshaalloh. Kelaverasizlar mana. O'tovimizga ham kelaverasizlar. Mana shunchalik mehnat qilib, chiroyli qilib, Qozog'istonda, Qirg'izistonda bo'lib, o'tovlar raza chiroyli bo'libdi ana. Mashalloh. Ukamizga ham rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Shunchalik hurmat qilib chaqirishdi, Alloh rozi. Nima niyat qilishgan bo'lsa, Alloh taolo niyatlariga yetsin. Hamma vaqt shunaqa xursand bo'lib mehmonlar kutavering, odamingiz ko'payaveradi. Boringizga shukr, sog' bo'ling. Mana uni qarang, o'tovdi chiroyligini, ajoyibligini qarang. Kelaverasizlar, Xudo xolasa, qo'limizdan kelgancha inshaalloh o'tovda mehmon qilib kutib o'tiramiz inshaalloh. Kelaverasizlar. Ana. Mashalloh. Ana. Televizorlari ham bor, televizorlari ham bor. Maza qilib televizorlargacha ko'rasizlar. Vallayga shukr, sog' bo'linglar. Videolarimizni omilalab rahmat deb bitta like bosib qo'yinglar.